Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli roman. 16-bab. Rayhan Mahmud Qarning uyiga kelgili bir hafta bo'ldi. U attigini sahar turib, o'yil orallarni supurib tozlab, chinida qilib etdi. U kelgandan yanqi bu uymo boshqacha illiqlikqa cho'ndi. U bu uyning osh-tomiqi, egri-yenik ishlarining hudisidan chiqqandan sirt, gohi non setish ishlariga qarashdi. Har kun bu yerga non olg'ili 50 yoshlar chog'misidagi o'ttir bo'y, ko'zoynak taqqigan, cheki chochlari oqargan, mo'y sipit o'ruqini bir kishi keladi. Bugunmi bu kishi kelishiga "Keldingizmi tag'a?" deb Rayhan illiq chiroy kutib oldi. "Ha, kundagi odatim bo'yicha 2 non olay", dedi u kichikroq oq dasturxonni peshxonaga qo'yib. Rayhan toza qizirib pishgan pomnonni tanlab dasturxonga o'rab u kishiga sundi. "Qizim, sizni ilgari ko'rganda qilmagandim-ku", deb so'radi u kishi dasturxonni olg'ach. "Shundoq, do'kon egasi mening tag'am bo'ladi. Men qizim bilan yolg'iz qolg'ashqa mush uyga kelib oldim." "To'l yaxshi bo'pti. Xudo xolsa ko'rishib turamiz", deb qaytdi u kishi. Xeyli kunlardan keyin Mahmud qari choy ichib o'tirg'ach Rayhonga: "Mundaq bir ishdi qizim. Heliqi non olg'ili keladigan mo'yspit kishi esingdimi?" dedi. "Ha, kunda ko'ryapman-ku", dedi Rayhon javoban. "Shundoq. U kishining ismi Mavlon Xo'jayev. Yez egilik fanlari olimi. Burun Moskvada turadi ekan. Xotinining puti og'rib mangolmay qolgandan buyon Toshkentga qaytib kelyapti. Ilgari xotinimi oliy maktabda o'qituvchi ekan." Rayhon tog'asining nima uchun u kishi to'g'risida so'zlayotganligini toza tushunolmay, uning og'ziga qarab o'tiradi. "Olim bir necha kun bo'ldi. Seni uyimizga qarshib berskan deyotqili. Siz nima dedingiz?" "Men uning 3 yoshli qizi bor. Uni men tarbiyamga olgan, biroq sizning fikringizni qizimga aytib boqay dedim. Qizim, seni o'z qizimdakli ko'raman. Uning ustiga sen dadang Hasanjondan, onang oyimdan ayrilding. Zulfiyaning dadasining xabari yo'q. Men sana boshpanoh. Seni hargiz yonimdan ayırmayman. Beshimizga har qancha qiyin kun kelsimi, o'zim yemasammi, o'zim kiymasammi, ona bola ikkinlarni boqaman. Ona rahmatlik mening jon jigar singlim edi. Endi sen shu singlimning o'rnida." Mahmud qari ko'zlariga issiq yosh oldi. Rayhonning yoshlari tomchilab oqdi. Uyni jimjitlik qopladi. "U o'zi bek esli kishi", dedi Mahmud qari yangi bilan yoshlarini surtib turib. "Turmushimi bayashatchilik. Endi bu ishqa o'zing bir nima degan qizim?" "Tag'a, men sizni panoh tartib yaningizga keldim. Siz menga oti yo'lliq. Siz nima desangiz, men shuni qilaman. Men texi yosh, kuchimmi bor. Uning ustiga men pulga, yemak-ichmakka muhtoj. Mayli nadla bo'lsin, balam ikkimiz yaxshi turmush kechirsak bo'ldi. Agar siz muvaffaq ko'rsangiz, men ularning holdan xabar olishga rozi. Ularmi yaxshi odamlar ekan. Uning ustiga bir mahallada tursak, sizni ma'qul desangiz men rozi." "Qizim", dedi Mahmud qari gadinini qashlab sal xijil bo'lgan tarzda. "Seni ranjib qolamdikin deyman. Mening'u seni va qizingni boqquchiligim bor. Endi olim eg'iz ichib qoldi. Bek hurmatga sazovor kishi bo'lg'ashqa rad qilishni afsus ko'rdim." "Tag'a, siz tanqislikda qolmang. Shundoq bo'lsin." Atsi Mahmud qari Rayhonni elib Mavlon Xo'jayevning yo'g'on tumur darvozasi oldiga kelib qo'ng'iroqni bosdi. Darvoza hayol bo'lmaydi ichildi-da, Mavlon Xo'jayev ko'rindi. U "Qani marhamat", deb ularni qurog'i boshladi.
Quru bir mo kelgudek bog' bo'lib, darvozadan kirganda sol tarafda ikki qavatlik oppoq haqlangan, derizlari parqirab turgan uy qad ko'tarib turadi. Quru yo'liga marmar toshi yetilgan bo'lib, aynakdek parqirab turadi. Ular dalonga kirib, oyog'ini selib, yelim selingan taxtayliq mehmonxonadagi yo'g'on shiraning atrofiga qo'yilgan naqshlik chilab rang o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Duodan keyin tinchlik amonlik so'rashdi. Orqadan Mavlon apandi piyolaga choy quyib, pattusda ilib kirdi. "Rahmat, Olim apandi", dedi Mahmud qari piyolani qo'liga ilib. "Bu qizning ismi Rayhon, qizim desammi bo'ladi. Bu qiz kichik vaqtida biz bu yurtga chiqib o'rinlashgan. Onasining tini ojiz edi. Ko'p jafo tortdi, ham kasal bo'lib tugab ketdi. Dadasi nihoyat kuchlik, qaysar azamat edi. Kolxozning ishlariga jiq hassa qo'shgan, keyin urushga qatnashib, oldingi safda qurbon bo'lib ketdi. Ketgandimi, o'g'il boladek botirlik bilan ketdi." Mahmud qarining ovozi titrab, ko'zlariga yosh keldi. U piyolani qo'liga ilib, choydan bir yutum ichib olib, so'zini davomlashtirdi. "Qizimiz Rayhonning erimi vatanning chaqirig'iga ovoz qo'shib, oldingi safga ketgan, biroq yaqindan beri aniq xabari yo'q. Bu qizim yolg'iz qizi bilan qandoq yashaydi deylar. Shuning bilan mening qishimga keldi. Endi maqsad muddaoga kelsak, sizlar bilan biz yaxshi qo'shnilardan bo'lib o'tyapmiz. Uning ustiga sizlar bilim egisi, shuhratlik olim, sizlarning xizmatlarini qilishmi o'xshashla sharafli deysizlar. Qizim ikkimiz kelishdik. Sizlarni xotirjam qilish uchun har qanday ish bo'lsa biz tayyor. Qoroning sirtning ishi bo'lsa bizga buyursizlar. Bir necha kun bo'ldi, Navoiyxonaga 3 nafar shogird topdim deysizlar. "Bek yaxshi bo'pti, Mahmud qari", dedi Mavlon Xo'jayev xushalligini yo'shirmasdan samimiy kulib. "Biz haqdiki boshqalarning ishini o'z ishimiz deb biladigan axloq fazilat zodil ulug'lanishga arziydi. Rahmat sizga, rahmat bu qizimga. Xotinimdan xotirjam bo'lsamla, tadqiqot ishlarimni yana yurishtirib olayman." Shundoq, dedi Mahmud qari. "Sizlarning ishlari cho'qim savobli ishlar. Dehqonning kuni yaxshi bo'lsa, jafosi yeniklisa, hammaga yaxshi bo'ladi-da. Dehqon bo'lishmi oson ish emaskan, yopirim. Men umrimda dehqonchilik qilmagan edim. Kolxozga kelganda bir necha vaqt itizda ishlab, vaqt dedim. Shuning bilan Navoiylikni qo'limga ilib, dedim." deb qaqoqlab kuldi. "Rahmat qo'shnam", dedi Mavlon Xo'jayev. "Menga yaxshi fursat yaratib berdinglar. Men bek xushal. Rost, bu qizning farzandi bor dedingizmi?" "Shundoq, 3 yoshga kirgan bir qizim bor", dedi Rayhon. "Tolobdan gap, u qizmi mush yerda tursin?" Bu qandoq bo'lar?" dedi Mahmud qari tanglikda qilib. "Qarang, er-xotin ikkilan jimjitlikdan zerikdik. Ashu kichkina qiz balki bizga xo'shallik elib kelar. Uning ustiga men u qizga ancha-muncha narsa o'gitaman. U qiz bizga ermak bo'ladi. Shuning bilan Rayhon turmushdan xotirjam bo'ladi. Qandoq dedim?" Mavlon Xo'jayev savol tarqisida ikkilanga qaradi. Rayhonning chiroyi villada ichilib ketdi. "Qizim Zulfiyani men ilib qolay. Bizning qurada odam ko'p bo'lgandan keyin beqilib ketadi. Sizlarning ishlariga tinchlik lozim", dedi Mahmud qari takallub qilib. "Yo'q, unda bo'lmaydi. Mening deganimdek bo'lsin." Mavlon Xo'jayev Rayhonni xotini Mohidil xonim yotgan uyga boshlab kirdi-da, "Xonim, mana sizga bir qiz keldi", dedi xo'shliqini bosolmay. Cho'ngsim karvatda oppoq kirlik pay yostiqda yotgan, qo'ygan o'pkadek semiz, oq yuzlik, qora qosh, qora ko'z xonim, "Keling qizim", dedi xo'shal tarzda. "Assalom xonim, tinchlikmi?" dedi Rayhon sal tortinib turib.
Xudoga shukr, qizim. Qani yenimga kelib o'ltiring, deb Rayhonni yanada o'ltirg'izib, "Menmu tandurus, nihoyatda ishchan ayol edim. Kesal sababli karvatga band bo'lib qelib, bak qiynaldim. Endi ig'irchilikni sizga soladigan bo'ldim", dedi. Xudo xolsa, saqayib tandurus bo'lib qolsangiz ajab emas. Men kuchimni ayamayman. Olim tog'amning sizning xizmatingizni qilishni bakmi xohlayman, dedi Rayhon kichik fe'llik bilan. Rahmat amsa, shundoq bo'lsin. Kichik malikamnimi akiling? Uning tarbiyasi bizdan bo'lsin. Ko'p rahmat, biroq kichik bola g'alva qilib qo'yarmikin deb ansirayman. Yo'q, unda bo'lmaydi. Shuncha cho'nqur uyga shu qizim patmasmi endi? Shundoq bo'lsin. Mana shu kundan boshlab Rayhon bu uyni qo'liga oldi. Umu o'qigan nurg'un kitoblarni ko'rgan bo'lg'ashqa, bu uy uning uchun to'liq ko'ngillik tuyuldi. Rayhon atdigandla qo'roqlarni serib supurib, cho'ng samovarga choy qo'yib, dasturxon rastlaydi. Mahidil xonim nihoyat tasta karvatdan tushib, uning yordami bilan hojatga kirib, yuz ko'zni yuvatdi. Ondan ustalga o'ltiratdi. Tamoq ustida murabba, süt qaymoq, seriq may, chaqmoq qand, bulka, oqnon uzilmaydi. Ashu qiyin yillarda bundoq boyashat yashash haqiqatan tas edi. Rayhon tushdan keyin Mahidil xonim uxlab uyg'ongandan keyin uning putini adrasman, quritilgan attirgul va kavovichinni qaynatib tayyorlangan issiq suvga chilab, yuvitisidan tortib topinig'icha yuyib uvulab tutatdi. Dastlabda Mahidil xonim putim og'rib ketdi deb vaysaydi. Orqadan chilaydigan bo'ldi. Keyincha Rayhon uni asta yetilib mangdirdigan, toza qiziq obdab tushganda yutisidan tortib uvushlig'icha g'oz meyi, qo'y meyi bilan maylab obdabga soladigan bo'ldi. Shundoq qilib, Mahidil xonim 20 yil ichida xil o'roqlab, o'zi tomni tutib, qo'rog'i chiqalaydigan bo'ldi. Bir kuni Rayhon qo'roqda kir yuyvatdi. Mahidil xonim asta-asta tomni tutib, birdilla minib ketdi. Rayhon xushalliqidan yugurib berib, uni cho'ng quchoqlab oldi. Kunlar, oylar o'tib, Mahidil xonim bir qadamdan minib, oxir o'z hojatidan chiqadigan bo'lganda, Mavlon Xo'jayev xotirjam bo'lib, Moskvaga mangdigan tutish qildi. Shunda qilib, Rayhon bu oilaning o'z qizi, Zulfiya ularning o'z navrisidek bo'lib qoldi. Bir kuni kechasi olim Rayhonni kutubxonasiga chaqirib kirib, "Qani o'ltiring", dedi. Rayhon qo'rinib kelib o'ltirdi. "Qizim", deb gap boshladi Mavlon Xo'jayev. "Bir yildan beri sizning yordamingizda men nurg'un ish qilib oldim. Sizning oyog'ingiz yarashib, ham xonimni obdan kutib, uning salomatligi asliga kelib, oilamizga xotirjamlik bo'ldi. Bu sizning ajringiz, jafoyingizdan bo'lgan o'zgarish. Sizga qanchalik rahmat etsam-mu, ajringizga javob qaytara olmayman. Endi sizning holingizga yetay. Eringiz to'g'risida xabar qolmabsiz, shundaqmi?" "Shundaq. Mayli yomon, mayli yaxshi bo'lsin, xabar kelishi kerak edi. Biroq uni kimdan so'rayman? Menga kim javob berdi? Anlasam, qora xat kelganlardanmi saq qolganlar bor ekan. Frontga ketganlarning ko'pinchisining xabari kelibdi. Undaq bo'lsa, bu safar Moskvaga borganimda mush ishqi mas'ul kishi bilan ko'rishib baqay. Ular arxivlarni axtirib baqsin, biroq bek umidlanib ketmay turing", dedi Mavlon Xo'jayev. Qandaq lekin bo'lsin, bu ishdan Rayhonning dilida ozroq umid ushquni paydo bo'ldi. Mahidil xonim ruscha elifbasi etib elib, Zulfiyaga harflarni o'rgatib, savodini chiqardi. Shuningdan keyin Zulfiyaning chuchuk tilida so'zlashlari, kulkilari, erkilashlari, o'ynashlari bilan bu uy texmi ovotlashib ketdi. Rayhonning qalbimi shodlikqa to'ldi. Bir kuni tong saharda Rayhon bir tush ko'rdi. Rayhonning Sirdaryo bo'yidagi uyimish. U qo'liga bir bog'lam o'tini ilib, o'choqqa o't yoqay deb minishiga eshik qiqilibdimish. U o'tini qo'yishni unutib, yugurib berib eshikni ocharmish.
Uning oldida xuddi quyoşdek bir nur chaqnab, aşı nurning ichida harbiy forma kiygan, maydasida qahramonlik ordenlari chaqnab turgan eri turarmish. U qo'lini Rayhonga uzatdarmish. Rayhon qo'lidagi o'tini tashlab, uningga esilib, birdilla unsilib yig'lab ketarmish. Rayhon, qizim, nim bo'ldingiz? Mahidul xonim uni uyg'otib etdi. Rayhon ko'zini uvlab, ko'ziga to'lib ketgan yoshni surtib etib, "Ajoyib tush ko'ribdiman", dedi. "Qandoq tush ko'ribsiz, qizim?" "Xonim, to'xidan qal tushaydi, ushga jongal degandek, qizimning dadisini tushyaptiman." "Tushingiz o'ng kelamdi texi?" "Tushku ishongil bo'lmaydi-ku." "Yo'q, g'oy tushlar to'p-to'g'ri chiqadi. Qindab beqma?" Rayhon tushini so'zlab berdi. "Pat arada ko'rishib qolamizlar texi. Olim haqqingiz bu navbat Moskvaga borganda xabarni akilishi mumkin. Qani, ishlar oz kunga qolmay aniq bo'ladi-ku", dedi Mahidul xonim uningga tasalli berib. 17-bob. Kunlar, oylar bir-birini qo'g'lagandek o'tib, yana kuz keldi. Mavlon Xo'jayevning qo'rg'onlaridagi rang-rang gullar baslashgandek hüppida echilishib, mevalik daraxtlari may bog'lab ketgan mevalari bilan shoxlarini ko'tarolmay, bayni jannat tusiga kirgan edi. Qo'roning sol tarafiga Rayhon bilan Zulfiyaga atab selingan ikki eg'iz uymi bitgan edi. Bu uyning derazasi oldidagi bir tüp tosh olma kun nurida kahravadek yaltirab turadi. Namoz degandan keyin uyga Mahmud qari kirib keldi. Uning qo'lida helali tunurdan so'yilgan, qizirib pishgan to'qash ham kakchanan bor edi. Gullikda kitob ko'rib o'tirgan Mavlon Xo'jayev uni ko'rib o'rnidan turdi. "Assalomu alaykum, olim apandi", dedi Mahmud qari qo'l bog'lab turib. "Va alaykum assalom, qani marhamat", deb iltifot ko'rsatdi Mavlon Xo'jayev. Arlıqda Rayhon yugurgandek kelib, tog'asi bilan ko'rishib, non to'qashlarni qo'lidan oldi. "Qizim, mush yerga choy tayyorlab ochiqsingiz", dedi Mavlon Xo'jayev. "Ma'qul, hozirla". Rayhon birdamdala oq dasturxonni silib, ustini non-pan, qand kezaklari bilan to'ldirib etdi. Ikkilan issiq choy ichgach, parangga tushdi. "Anglasam, Moskvaga mangdi deydi, xel turib qolamdila", deb so'radi Mahmud qari. "Shu yerdagi ishlarimga bog'liq, tezroq tugatib qaytishga tirishaman. Uyning ishlariga biz bo'lgandan keyin xotirjam bo'lsizlar. Helim Xudoyim sizlarni menga ushirtib ekan. Sizlardan bek roziman. Biroq ikkimiz shuncha yaqin turibmi, toza mundosh qilib fursat bo'lmabdi", dedi Mavlon Xo'jayev ko'zoynagini ilib qepiga salqash. "Bugun bir obdan mungdishib olayli. Anglasam Qashqardan ekansiz-a?" "Shundoq apandi", dedi Mahmud qari kulib turib. "Beshimizga kelgan dard alam tufayli yurtni tashlab chiqdik deysizlar. Nurg'un ishlarni unutib ketgan bo'lsaqmi, u qabohatli kunlarni unutib qolmadik. Dadimiz Seyit hoji huquqmishliq, jahon ko'rgan, insofliq, ma'rifatparvar hoji edi. Shunga kichigimizdan tortib hammamizni o'qitib, savodli qilgan, ham savdo ishlarida tarbiyalab chiqqan edi. Turmushimizmi ajoyib xotirjam edi. Keyin yurtga kelgan ig'ir kunlarda biz mana mushundoq sarson bo'lib ketdik. Dastlabda Sirdaryo bo'yidagi Leninabad kolxoziga o'rinlashdik. Dehqonchilik qilib kolxozda ishildik. Bir qadar xotirjam turmushga erishib edik. Yana shu yurtimizni, urug' tuqqanlarni sevgindik. Odamga o'xshaydi ekan, biroq yuragga o'xshamaydi ekan. Ashu yurtdagi kishilar ko'z oldimga kelsa, yum-yum yig'lab ketaman. Mushtabda ashu yurtdagi biror odamni ko'rib qolsam, oldiga yugurib berib quchoqlagudek. Agar yurtimdagi biror kala teziga uchrab qolsa, uni qo'lim bilan ilib, beg'imga ko'mib qo'ygudek bo'ldim.
Anam rahmatlik chegaradan o'tgandan keyin o'zga yurtga ketib atganligimizni bilib, bizni tillab qaqshab orqasiga yalmoqchi bo'lib edi. So'zlab ming tasdiq qoyil qilgan edim. Aşı joydala o'qiyab o'lishini kim o'ylagan deydilar. Elim ko'z oldimda anam shamoldek yenik yuguraytdi. Vijildab kelgan dushman o'qi uni yiqitdi. Oppoq ro'mili qip-qizil qonga bo'yaldi. Kechirong Mahmud qari. Ko'ngil yaringizni tatlab qo'yibdiman. Anangiz haqiqatan bak ichinishli holda tugab ketibdi. Endi qanday qilamiz? Rahmatlikning ruhi tinchlanğay. Uning ruhiga duo qiling. Sizga sabr toqat tilashdan boshqa chora yo'q. Ana ulug', ana muqaddas. Endi bo'ldi, azoblanmang. Boshqa hamma ishga chora bor-u, birgina o'limga chora yo'q. Men Anjonda tug'ilib o'sgan. Dadam Qashqarlik, anam Xotanlik ekan. Ana, dadam anamlar shu aziz yurtdan chiqqan. Bizning ota-bobolarimiz birdir. Biz bilan siz bir-birimizni tushunamiz. Shunday emasmi? Sizni Uyg'ur, meni o'zbek desa ham davarsun. Biz ikki millatning tili, urf-odati, madaniyati, kiyim-kechigi, yemak-ichmigi, diniy e'tiqodi o'xshashlar. Aytaylik, biz bir daraxtning ikki shoxi bo'lsakmi, yanada shu bir daraxtdan. Men bovam, ota-onam yashagan shu aziz tuproqni ko'rganim yo'q. Lekin qon-qinimda birla narsa. Ota-onamning tug'ilgan yurtiga, ya'ni siz aytayotgan taklimakonga bo'lgan muhabbat urg'uydi. Meningmi u yerni bir ko'rish, shu muqaddas tuproqni to'tiyadinmi aziz bilib ko'zimga surtish orzuyim bor. Xayr, tinch osoyishli kunlar kelguncha shu orzu bilan yashayman. Sizga aytadiganim, agarchanda shu zamindan biror kishi kelib qolsa, menga bir siqim to'p olg'ash kelsin. Men uni purayman, tuproqning hidini hidlayman, uni yenimdan ayirmayman. Mavlon Xo'jayevning ko'zlaridan issiq yosh quyildi. Mahmud qari o'rnidan turib, uni chin quchoqlaganicha qattiq yig'lab ketdi. Leganda polo ko'tarib kelgan Rayhon ularni ko'rib turib qoldi. Bu ta'sirli ko'rinishdan uning ko'zlaridami yosh agidi. Qizim, ikkimiz ko'ngil tepishib qilib, esiyatga berildik, dedi Mavlon Xo'jayev yoshlarini surtib. Tamoqni dasturxon qo'ying. Qani Mahmud qari, tamoqqa baqayli. Shu yurt haqida yana so'zlab bergan bo'lsangiz, dedi Mavlon Xo'jayev tamoq yeyilib duodan keyin. Mahmud qari beshidagi bodam do'ppini ilib, toza bir o'ltirib etib, o'zini rostib bilib, so'zni boshladi. Olim efendi, bizning yerimiz Taklimakon dunyoda birla. Taklimakon qumliqiga nurg'un tarix obidlari ko'milgan. Dunyoning siri ana shu yerda. Bizda eng cho'ng ishki quruqliq Tarim daryosi, Irtish daryosi, Ili daryosi, Sayram ko'li, Bag'rash ko'li, hatto tog' ustida oz uchraydigan mo'jiza Bog'da ko'li bor. Bu ko'l daryolar bizning yerlarimizning jon tomiriga suv yetkazib berdi. U yana hayotimizning kapolatidir. Sizlar nurg'un kitob o'qigan katta olim. Biz iftixorlik bilan tilga oladigan Haytgoh jamoasini cho'qim biladilar. Bu yerdan nurg'unlagan ulamolar Buxoro, Samarqandga kelib ilm tahsil qilsa, u joylardan ulamolarmi Qashqar Haytgoh jamoasiga berib ilm tahsil qilgan. Ilm bir necha davlat xalqlarini emas, balki dunyoni tutashtiradigan ko'rik ekan. Mening bovam, dadammi dal Buxoro, Samarqandda ilm tahsil qilgan. Makka madaniga berib, haj qilib, yo'l bo'yi karvonlar bilan tijorat qilib, topgan oltin tillolarga shu joylardan muqaddas kitoblarni akilib, kishilarning ko'zini ochgan hojilar edi. Bizning ota-bobimiz ilmga shunchavala tashnalik bilan berilgan. Shunga bizdimi yetuk olimlar o'tgan. Ularning ajoyib buyuk asarlari saqlangan. Xalqimiz orasida ajoyib usta tabiblar bor.
Ular özgeç reseptleri bilen kesel davalap, tom tibabat dasturlarini qaldırgan. Әпсус, xalqimiz arasida savatsiz, nadan kishilar ko'p bo'lg'ashqa, fanni bilimlarni o'rganishga to'salg'i ko'p. Bizda chet ellarni ko'rgan, chet ellarda o'qib kelgan kishilar xalqning ko'zini ichish, xalqni fan bilan qurollantirish uchun tashviq targ'ibot ilib borgan. Maktab ochgan bo'lsa-mu, nadan kishilar dastidan ziyonkashlik uchrab ketdi. Qayerda nadonlik ochsa, shu yerda zo'rliq zo'mbuluq avj elib ketadi ekan. Oxir kelib ezilidigini yana shu nadon xalq bo'ladi ekan. Rost aytsiz, Mahmud qori. Xalq nadonlikdan bosh ko'tarmagicha yurtda osoyishlik bo'lmaydi. Eli aytqoq jamoasini tilga oldingiz. Menga shu imoratlarni o'z ko'zim bilan ko'rishga nasib bo'larmi? Xudoyim buyursa nasib bo'ladi. Bizning Haytqoq jamoasidan boshqa yana Oppoq Xo'ja Mazari, Turpan Munari degandek ajoyib saltanatli qurilishlarimiz bor. Jahon bunda ketavermaydi. Yaxshi kunlar kelganda bularni o'z ko'zlari bilan ko'rib kelarlar. Demak, shundoq go'zal yurtni tashlab bu yerga kelishga zulm majbur etdimi? To'g'ri. Ana shundoq hamma boyligi, yeri, suyi, sap havosi bilan xalqni yashash sharoiti bilan ta'min etayotgan yaxshi joyda qonun qoidalar buzildi. Qaysi bostirib kelsa, shu hukmron bo'lib, xalqni xohlagancha azdi, bulang-talang qildi. Mana qo'lingizda bir o'pman uyingiz bor ekan, mana o'zga yurtdimi guldek yashayapsiz-ku. Boshqa joylar qandaqkin deb o'ylab bu yerga kelgan edik. Har holda xotirjam kunlarga erishdik. Biroqsa yurtimizda xat savodimiz, ma'lumotimiz bor, huquqli kishilardan edik. Bu yerga chiqib, bu davlatning xat yeziqini bilmagashga ko'zimiz o'chib, qarg'u bo'lib qoldik deysizlar. Uning ustiga yurtdagilar bilanmi xat aloqa qilisha olmadik. Ular bizning o'lik tirikligimizni bilmaydi. Hey, o'rnimiz issigan bilan yanada g'imimiz bor deysizlar. To'g'ri. Bizning butun respublikalarda rus tili umumlashgan. Shunga til bilmasangiz, bu yerning sharoitiga moslashishmi bir masala. Agarda yosh bo'lgan bo'lsangiz, bu boshqa gap edi. To'g'rimi? Toza haq so'z qildilar Juma. Shunga ota-bobolarimiz bir erga 72 xil hunar ozliq qiladi deb bekor aytmagan. Shu inson bu olamga kelib, yana boqiy olamga ketguncha qancha qitimlab yiqilib qo'pib, birda boy, birda kambag'al bo'lib, og'irib saqib yashaydi-ku. Abayqi gapim chala qapti. Yosh bo'lgan taqdirdimi biri zargarni to'mirchi qilib, to'mirchini zargar bo'l desa, bu tasqu. O'shara, toz bilan gap bo'ldi Juma bu. Men qaylislar, Almapandi. Bizga qaraganda qush jonivorlar erkin o'xshamamdi. Qandaq deysiz? Masalan, yurtimizga at yozda qorli qochlar sap tortib uchib keladi. Kuzda to'plashib, issiq joylarga uchib ketadi. Har nima bo'lsa, osmonda chegara, saqchi yo'q ekan deysizlar. Mavlon Xo'jayev bu gapga toza kulib ketdi-da. Sizmi qoltis kishi ekansiz. Qushlarda xohlagan joyga berib, tuxum tug'ib, bolalab, bolalarni uchirma qiladigan odat bor. Biroq insonlarda tug'ilgan joy ona yurt degan hukm, mehr muhabbat bor. Qushlarga ko'kda chegara yo'q. Shun ular xohlagan yerga bora oladi. İnsanlarçı. İnsanlar dünyani parçalab, quroq ko'rpida qilib qo'ydi. Shunga u yerdan kelgan, bu yerdan kelgan deb atishidi. Amaliyotda dunyoda hamma kishining rizq nasibisi bor, dedi. Rost deydilar, barhaq. Biz o'zimizni xuddi bu yerga kelsak bo'lmaydigandek his qilib qoldik deysizlar. Chunki bir qism kishilar ana shundoq bir xil qarashda bo'ladi ekan. Mavlon Xo'jayev sal o'ylanib turib qoldi-da. Mahmud qori, vatan insonlarning oltin bo'shigi, bo'libmi tug'ilgan joyi. U yerga kindiqqin to'kilgashga shundoq mehri bo'ladi. Biroq dunyoning nerda yashasaqmi o'xshashli yer, tabiat insonlarga o'rtaq.
Sovet ittifoqini alsaq, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan millat, irqdagi kishilar bor. Biz oxirgi hisobda bir oila kishilari, dedi. Rahmat. To'la bilan gap bo'ldi. Hamma odam shunda qaragan bo'lsa, u kichik ishlar, Mahmud qari. İnsan o'zi yaxshi bo'lsa, jahon shu kishining. To'g'rimi? To'g'ri. Aradan 5 yil o'tib, turmushimiz ratga tushib, yerlarimiz husul berib, yemek içmekimiz, kiyimimiz, mallarimiz tal bo'lib, qo'limiz xeyli kengirib qolgan edi. Bizmi el qatar yashaydigan bo'ldik deb, neni arzu armonlar bilan tirishib ketivatdik. Birdinla bu 2. Dünya urushi boshlanib ketdi. O'ylimga yerdan yana o't ichiga kirib, qiyin kunlarga qoldik. Urush hamma odamning beshiga bir ofatku. Bo'libmi 2. Dünya urushi insoniyat tarixidagi ko'lami eng zo'r, qatnashgan odam soni eng jiq, chetilgan davlatlar eng ko'p, chiqim eng egri bo'lgan urush bo'ldi. Yurt amanchiligi xalqning baxti. Agar sizlarning yurtda unda qalaymiqanchiliklar, urush, talash, o't qo'yish, o'ltirish, chepishlar bo'lmagan bo'lsa, albatta xalq tinch aman, hamma odam o'z tirikchiligi bilan yashagan bo'ladi. 2. Dünya urushi bo'lmagan bo'lsa, balkim xotirjam yashaydik. Bu urushda o'zbek, qozoq, uyg'ur qatorliq ko'p millat jangchilari ajoyib qahramonlik ko'rsatyapti. Men bir gazetdan mundaq bir xabarni o'qidim. 200 ming uyg'ur o'g'il qizlari jangga otlanib, tillarda daston bo'lg'adak sharaflarga erishgan. 5 nafar uyg'ur jangchiga Sovet ittifoqi qahramoni degan nom berilgan. Uyg'ur dehqonlari planni nechasi oshirib o'rinlab to'kib qo'shgan. Demak, Sovet ittifoqi o'zlarining millionlagan o'g'il qizlarining issiq qonlarini oqtirishi va qurbon berishi hisobiga cho'qim hurlikni qo'lga keltirdi. Darvaqa, urush shundoq dahshatlik, fojialik bo'ladi ekan. Analarning ko'zidan oqqan yoshlar daryo bo'lib oqdi. Ammo bu urushda qahramonlik ko'rsatgan azimatlarmi ko'p. Sizlarmi, oilanglarmi shuning ichida. Qerindishim, sizlar gerçi bu yerga keyin kelgan bo'lsanglarmi, bu yerning sizlarga bergan yer, suv, ne'matlari uchun zo'r badal to'ldinglar. Ularning oqqan qonlari, qurbon bo'lgan jonlari hargizmi bekor ketmaydi. Balki tarix sahifasida mangu qoladi. Olim efendi, qora xat kelganlar to'g'risida keyin aniq bir javob bo'larmi? Ular vatan uchun kurash qildi-da. Shundaq, Mahmud qari. Jangga qatnashgan azimatlar vatan uchun botiran kurash qildi. Vatandan boshqa muqaddas, ulug' narsa yo'q. Vatanning tinchligi hammadan muhim. Ana shu jangvorlarning bizga qoldirib ketgan ruhi hamon o'z qimmatini topadi. Bu ruh kundan kunga kuchayib, ulg'ayib, yangi avlodlarning tomiridagi qon bilan billa oqadi. Urushdan keyingi davlatni qayta qurish, ketgan chiqimlarning o'rnini to'ldirish, davlatni gullantirish, xalqni yaxshi turmushga erishtirish uchun urushdan ko'proq kuch chiqarishga to'g'ri keladi. To'g'rimi? To'g'ri bo'lmamdigan. Bir uyga suv kirib ketsa, o't ketsa, shuni tuzash uchun qanchalik chiqim ketadi? Bütün bir davlat necha yil urush qilsa, uni tuzish uchunmi zo'r kuch kerak-da. Karamat gap qildi Juma. Men urushning gapini anglagan bo'lsam-mu, ko'p ish ko'rmabdiman deysizlar. Endi urush oyoqlashay dedi. Bundan keyin urush bo'lmasa, Mavlon Xo'jayev bu gapni anglab ixtiyorsiz kulib ketdi-da. Yo'ldosh Mahmud qari, urush degan shundoq dahshatli narsa. Urushni biri qo'zg'amasa, yana biri qo'zg'aydi. Ilohim, davlatimizda tinchlik bo'lar, dedi. To'g'ri dedilar. Jim turg'anga biri kelib mushlasa, qashqapig'ini yasa, uni qarab turmay mushatdi-da. O'ylab baqsam, dunyoning ishlarimi xuddi kishilar orasidagi ishlarga o'xshaydi ekan. Mavlon Xo'jayev oldidagi chaynakdan bir piyola choy quyib Mahmud qariga tutdi. O'zimi bir piyola choy quyib ishkash dedi. Rayhonmi erining xabarini anglashga bek taqozo bo'lib atadi. Shundoq bo'lmamdigan. Qandoq bo'lib uning o'lik teriki ma'lum bo'lmagandi deyman.
Demisimi odam ko'pda fursat tepib o'qishqili bo'larmi? Ishlari texi oxirlashqani yo'q. Bu cho'qim aniqlanadi. Shuninggacha ta'xir qilmoqdan boshqa chora yo'q. Sizga Rayhonga ko'p rahmat. Sizlar yordam qilmagan bo'lsanglar, men bunda xotirjam bo'lmaydim. Uning ustiga xonimimmi bir yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshiliklarni Xudo xolisa bir kun qaytararman, dedi Mavlon apandi minnatdorlik hissiyoti bilan. Bu qanchalik ish deydilar? Biz sizlar bilan bir tuqqandek bo'lib qoldik. Rayhonmi bak xo'shal, Zulfiyaning xo'shligi uningdan ortiq. U xonim opam deb Moydil xonimni og'zidan tushirmaydi. Biz sizlarga rahmat etsak bo'ladi texi. Bak tuzit qildingiz, Mahmud qari. Men nurg'un agronom tadqiqotchilar tarbiyaladim. Biroq biror Uyg'ur bolasini tarbiyalashga nasib bo'lmagan edi. Mana bizning Zulfiya kichik parishtam oldimizda turibdi. Hayotda bo'lsam, uni agronom qilib yetishtirib chiqaman. Chunki O'zbekiston paxta makoni, meva makoni, dunyoga dangliq aziz joy. Xudo xolsa, umrim yor bersa, mana mening besotimdagi barliq narsa, butun umrimda yiqqan kitoblarim shu qizimga qoladi. Uni izbosarim qilib chiqaman. Mavlon Xo'jayev ajoyib hayajon bilan so'zladi. Rahmat, olim apandi. Sizlarga nima deb rahmat aytishni bilmayapman. Yaxshi ko'ngillarga yashqallar, deganlari kelsin. Ilohim, bizning avlodlarimizdanmi olim chiqsin. Haras Moskvaga qachon mangadilar? Kelar hafta mangaman. Xotirjam mangsizlar. Bog'ning, qo'roning ishig'i men bor. Xonimning ishlariga biz bor. Hech bir g'am qilmasizlar. Yordamingizga rahmat. Qani choyga boqayli. Rahmat. Ya Allah, ajabmi ko'ngillik mo'ndishib oldik. Yerim kechi bo'lib ketdimi nima? Shundoq, tong so'zlay dedi. Atdigan qancha turatdingiz? Soat 3da apandi. Mana soat 3 bo'lay debdi. Paranglishimiz deb sizni uyqudan qo'yibdiman-da. Uyqu deganni uxlab olamiz, biroq sizlar bilanza mundaq mo'ndish fursati doim yo'q-da. Xalqimizda mundaq bir qo'shiq bor. Qarlig'ash tunglik keldi, ay xinim uyqungni ash. Uyqudan nima keladur, o'ltirib ko'nglingni ash. Qoltis qo'shiqkan bu, keyin yezib olay-ha? Bo'ladi. Bizdagi xalq qo'shiqlari shundoq ko'p, shundoq chiroyli. O qo'shiqlarning tili yenik, xuddi meg'izdek tatliq, mazmunliq yuraklarni o'yintidi. Bizning yurtda mana shunday qo'shiqlarni muqam, mashrablarda o'qiydigan bo'lsa, yuraklar o'ynab ketadi. To'y-to'kinlarda aytiladigan naqshlarning ko'pligi-chi texi. İnsanlar bar bo'lsalar, san'at tarixi yashirib turadi ekan. Bu naqsh qo'shiqlarni o'ylasam, tomir-tomirdagi qonlarim urg'ib ketadi. San'at, adabiyot zo'r boyliq. U boyliqda ajdodlarning ruhi, mehnati bor. Shunga u bizga miros. Adabiyot san'atni suyish biz ikki millatdagi o'rtaq bir ruhiy kayfiyatdir. Hammamiz naqsh qo'shiqqa amroq. Keyingi vaqtlarda buningga fursat bo'lib qolar. Obdan mo'ndishib oldik. Amsa Xudoga omonat, men qaytay. Xudoyimga omonat, ko'rishguncha omon bo'ling. Deb Mavlon apandi uni darvoza sirtig'icha uzatib chiqdi. Mahmud qari uyiga ketib o'tib, jahonda ajoyib odamlar bor ekan-a? Yo hazrat, bu olimning so'zlarini qandoqmi unutay? Xudo uning umrini uzun qilsin, dedi o'z-o'ziga pichirlab. 18-bob. Mavlon Xo'jayev Moskvadagi xizmati shuncha aldirash bo'lsa-mu, Rayhonning dadasi bilan erining ishi uchun bu ishga mas'ul harbiy komitetga ko'p qatim berib, arxivlarni izlab tepishga dalolat qildi. Telefonlashib turdi. Urush oxirlashgan bo'lsa-mu, har qaysi frontlardagi jangchilarning arxivlarini oqtirish va ahvolini egallash qo'l tutadigan, ko'p kuch sarf qiladigan xizmat bo'lg'ashqa,
15 kun bo'lganda andın Hasanjon bilan Abdurahmon Osmonovning ahvolini bilishga muyassar bo'ldi. Ularning kinishka medallarini topshirib olganda hayajonlanganligidan ko'zlariga issiq yosh oldi. 60 yoshlardagi egiz bo'y, cheqir ko'z, qo'sh burun polkovnik cheksiz minnatdorlik hissiyotida dedi. Men urush maydonlaridami Uyg'ur, o'zbek jangchilarini ko'rgan. Ularda bir xil botirlik bilan qaramliqmi bor ekan. Men bu qitim arxivlarni ko'rish jarayonida Uyg'ur jangchilarining ajoyib botirligini yana bir qitim cho'nqir his qildim. Davlatimizda ko'p millatning ajoyib botir azimatlari to'plangan ekan. Uyg'ur dehqonlarimi zo'r kuch bilan oldingi safga ion to'plab avatdi. Vatanning taqdiriga ko'ngil bo'lib, Stalinga xat yozdi. Vatan Sovet hukumati ularni unutmaydi. Urush oxirlashgan bugungi kunda ular yana vatan uchun jon fidolik bilan ishlayotdi. Sizga ko'p rahmat, polkovnik, dedi Mavlon Xo'jayev uningga qo'l berib. Men ikki kishini xushal qiladigan bo'ldim. Ular meni to'rt ko'zi bilan kutyotdi. Siz bugunla Moskvadan qaytmoqchimi? Shundaq. Ularga xabarni qancha tez yetkazsam, shuncha yaxshi. Gerçi biri xush xabar, yana biri ko'ngilsiz xabar bo'lsin. Shundaq. Bizning qahramon jangchilarimiz g'alabani qo'lga keltirish uchun aziz jonlarini qurbon qildi. Biz faxrlanadigan, vatan uchun jon bergan bu jangchilarimizning ish izlari tarix betiga yoziladi. Biz vatan urush tarixini eslasak, uning iftixorlik batlarimi, qon yoshlik batlarimi ko'z oldimizga keladi. Biz tarixni unutmaymiz. Qisqasi, Moskva bosug'isida necha minglagan Uyg'ur jangchilarining issiq qonlari oqqanligi pokit. Ularning tuqqanlariga salomimni yetkazing. Sizga ko'p rahmat, polkovnik. Sizning so'zingiz ularning urug' tuqqanlariga iftixorlik tuyg'usi, sharaf tuyg'usi, qisqasi, shon sharaflik tarix ato qiladi. Meningcha, ular Sovet hukumatidan cho'qim rozi bo'ladi. O'zining ashundoq botir qahramonlari bilan faxrlanadi. Salomat bo'ling, apandi. Oq yo'l bo'lsin. Safaringizga utuq tilayman. Rahmat. Mavlon Xo'jayev bundoq zo'r ishni bitkazib chiqqanligi uchun to'lim xushal bo'ldi. Polkovnikdanmi cheksiz rozi bo'ldi. U xuddi oltin tepib olgandek kayfi chaq chiqdi-da, ishxonasiga berib, sumkasini ilibla aerodromga qarab mangdi. Moskva ko'chalari haqiqatan ratlik, ozoda, binolari o'zgacha uslubda selingan, odamlari ruhliq va tetik edi. Chochlarini chiroyli yasatgan qiz ayollar kalta, kang ko'nglak yoki kofta yubka, egiz boshliq basnushka to'playlarni kiyib, shundoq chapdas mingishadi. Erlar bo'lsa, kaltyan ko'nglak, burulka kiyishib, oyoqlarini parqiratib, qo'lida hujjat sumkalarini ko'tarishib, mag'rur yurishadi. Ko'chalarning ikki tarafidagi bukkida daldarax ham rangarang ichilib ketgan gullar shahar muhitiga alohida husn qo'shib turadi. Yemeklik va kiyim-kechak magazinining oldida kishilar qator uchrat turishadi. Urush hammaga sababchi bo'ldi. Hozir narsa keraklar qis bo'lg'ini bilan, deb o'yladi Mavlon Xo'jayev aerodromga ketib etib. Ruslar tashkilchanligi, astoydilligi, ishni puxta qiladiganligi bilan tez sur'atda Sovet ittifoqining qudratli davlat ekanligini namoyon qiladi. Moskva, men seni so'yaman. Sen dunyodagi eng muqaddas, eng cho'ng shahar, Sovet ittifoqining yuragi. Aeroplan Moskvadan qo'zg'alib Toshkent aerodromiga tushganda atigan soat 8 bo'lgan edi. U uyga yetib kelganda Zulfiya qoroda o'ynab yuradi. U ustiga oq ko'pda, qora sarapon, putiga oq paypoq ham yenik xurum oyoq kiygan bo'lib, nihoyat xushal edi. U Mavlon Xo'jayevni ko'rib, yugurib oldiga keldi-da, "Buva, men maktabda o'qiydigan bo'ldim", dedi qushqashdek bichirlab. Mavlon Xo'jayev: "Sizni tabriklayman, qizim", deb uni quchoqlab ko'tarishiga qiz: "Xonim opa, buvam keldi", deb vaqiradi. "Salomat keldingizmi?" deb Rayhon yugurib chiqib, uning sumkasini qo'lidan oldi. Dal shu chaqda eshikda Mahidil xonim paydo bo'ldi-da: "Xush keldingiz, apandi. Sizni seg'indik. Bizni ajab yo'lingizga qaratdingiz",
degenicha uni quchoqlab qo'ydi. Ikkilan uzoq yil ko'rishmagan qadrdonlardek qayta ahvol so'rashib uyga kirdi. "Buva, qarang", dedi Zulfiya xo'shalliqdan ko'zlarini o'yintib turib. "Xonim opam menga maktab formasi, daftar, qalam elib berdi." "Pek yaxshi bo'pti, qizim. Siz cho'qim yaxshi o'qiysiz, pioner bo'la olaysiz, shundaqmi?" Zulfiya kulib beshini langishdi. Hammaylan dasturxonga kelib issiq cho'chir ichishdi. Mavlon Xo'jayev: "Qizim Rayhon, men siz aytgan tamoqqa ko'nib qolg'ashqa, boshqa tamoqlar tilimga tetimaydigan bo'ldi. Uyga kelguncha tamoqlaringiz ko'zimga ko'rinib ketdi", dedi. "Rahmat, men shu sahro padisi tamoq etatdim. Xonimdan o'ginib, mashinchilik tamoq etalaydigan bo'ldim. Xonim o'zi aytgan bo'lsa, bu cho'chira teximi o'xshaydi", dedi xushqo'yliq bilan. "U deganingiz rost. Bizning xonimning uy tutishi, tamoqqa ustunligi, nazokatligi Toshkentga bir ketganda kishilar uning tamoqini bir qitim yedimi bo'ldi. Og'izdan shu tamoqning ta'mi ketmaydi. Shunga ko'z tekkanda bu xonimga. Biroq siz aytgan lag'man cho'chirimi o'zgacha esil. Shundaqmi xonim?" dedi u xotiniga qarab kulib. "So'zlaringizdan o'rgilay xo'jayin, meni maqtab uchirayotdingiz-ku?" "Shundaq emasmi? Men sizdan faxrlanaman. Mana 30 yil birga yashab ketdik. Uyim xuddi jannat. Siz shu jannatning parizoti." Mohidil xonim qora qoshlarini, surma surgan ko'zlarini purib, toza kulib ketdi. Rayhon ularga choy damlab berib, oshxonaga chiqib ketdi. "Qanda xo'jayin, bu qitimqi safaringiz ko'ngillik bo'lgandi? Tadqiqot ishlaringiz-chi?" deb so'radi Mohidil xonim choy ichib o'ltirib. Mavlon Xo'jayev oldidagi piyolani ilib, choydan bir ikki o'tlab dedi. "Bu qitimqi yig'in nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Men kevas kasalliklari va uning oqibati, uni yo'qotish tadbirlari to'g'risida maqola yozgan edim. Maqolamga yig'in tashkiliy hay'ati yuqori baho berdi. Amaliyotini O'zbekistondagi kevaschilikda sinov qilish, tajriba qilish ishi tasdiqlandi." "Bek obdan bo'pti. Sizni tabriklayman xo'jayin. Siz ajoyib bilimli kishi jumi", dedi u erini maqtab. Mavlon Xo'jayev xotini bilan bir oz paranglashib bo'lgandan keyin, "Xonim, bu qitim Rayhonga xabar akeldim", dedi. "Qanday xabar? Tez ayting-a? Xush xabarmi?" deb so'radi Mohidil xonim oldirab. "Rayhon kirsin, ondan aytay", dedi-da, "Qizim, bu yerga kiring", deb chaqirdi. "Mana men", deb qo'llarini peshtomiga surtganicha Rayhon kirib keldi. "Qini o'ltiring." Rayhon bir nimani tuygandek bo'lib, Mavlon Xo'jayev qarab qo'yib o'ltirdi. Mavlon Xo'jayev sumkasidan bir parcha suratni ilib Rayhonga sundi. Rayhon titragan qo'llari bilan suratni qo'liga oldi. Birdinla lavlari titrab, yuz muskullari lipildab, ko'z yoshlari quyildi. Suratni yuziga yoqdi, suydi, ko'ziga surtdi. Qayt ko'rgandan keyin ko'zini birpas yumib olib pichirladi. "Naqshu, dadamning surti. Ko'nglingizni yerim qilmang. Gerçi u qurbon bo'lgan bilan nihoyat sharaflik nam qoldirib ketibdi. Men Moskvada chiqadigan haqiqat gazetidan mundaq bir maqolani o'qidim. Bu bir razvedkichi to'g'risida, ya'ni bir Uyg'ur razvedkichi to'g'risida yozilgan maqola ekan. U yosh yigit emas, balki xotini va bir bolasi bor kishi ekan. U o'z ixtiyorligi bilan razvedkichi bo'lib, yo'l boshlashga qatnashibdi. Qiziq yeri, u o'ng do'lisiga qoral ilib, so'l mo'rsidagi lat xaltaga ravobini selib olibdi. Yo'l manganda mayli piyoda, mayli otliq bo'lsin, hammaning oldida mangadi ekan. Chekinadiğanda hammadan keyin chekinadi ekan. Texi gohida baqasam ton, tumoq kiyib, puxroch yasindi ekan. Aram elish vaqtida ravob chelib, usul o'ynab, jangchilarga xo'shallik ato qiladi ekan. Ot minsa, otni ushqandek chaptiradi ekan.
O özü bilen birli жүрген разведкичилар bilen köp janglarga qatnaşıptı. O Gitler turuşluq bina hujum qılganda әң aldıda atakaga ötüp, 2 Dünya uruşunun ahırlaşqanlıqı, Gitlerning məğlub bolğanlıqı bütkül dünyaga jakarlanış aldıdaki әң ahırqı jangda qurban bopdu. Qısqası, o ıssiq qeni bilen özünün hem Uyghur milletinin izzat hürmetini tikledi. Bu kim? Mana bu kişi sizning dadınız. Zulfiyaning buvisi, uruş qahramoni Hasanjon Tahirov. Reyhan bilen Mahidul xanım hang-tang bulup qaldı. Mana qızım, bu merhum dadınızga berilgen en ali şerep Qızıl Bayrak ordeni. Siz uruş qahramoninin kızı. Mana bu Zulfiya qızım inqilabi qurbanning nevrisi. Ular öz qolaqlarga ishonmay qaldı. Biroq Po'latdek pokit bo'lgan medal kenishkilar ko'z oldida turadi. Reyhan, onun tökülgen qini hergizmi bekar ketmaydi. Hayatlık tarix demektir. Ecdatlarımız әni şunda qaygılık ve xoşallıq günlerde acayip tökbeleri bilen tarix yaratkan. Biz öz devrimiz bilen tarix yaratıbatımız. Dadımızmı özünün şərəfli tarixini öz hayatı, qini, ceni bədiliga yarattı. Onu biz qadirlaymiz, məngü yat etimiz. Reyhanның aq sözük məngziga Mervayetdek yaş tamçıları əgib düşdü. Dadam rastlı acayip adam idi. O hiç nimeden, hiç kimden qorxmaydı. O uruşqa ketib, bir yildan keyin qaytib kelgandala maydasiga ordinlar taqab, şərəf bilan qaytib kelgan idi. Biroq o qaytib kelib, xoşallıq tapalmağanlıqdan ikinci qitim özü talab qilib, yana uruşqa ketgan idi. Bu ketishning мәңгүлік bo'lib qilishini taqatlı o'ylamabdi ekanman. Mevlan Xo'jayev Reyhanға qandaq təsəlli berishni biləlmedi. Bo'ptila, yig'lab ichini bo'shatib olsin deb o'yladi. Bir pasdan keyin, qizim, urush degan shafqatsiz, o insonlarga xonavayronchilik, baloyi ofat ilib keladi. Biroq her bir devlet öz ziminini, xalqini qo'g'dash, devletning putunligini saqlash uchun o'zini qo'g'dash urush qiladi. Sovet ittifoqimi shunda qildi. Shunga bu urush vatan urushi deb ataldi. Bu urushda nurg'ulg'an jangchilar qurbon bo'ldi, qahramonlik ko'rsatdi. Sizlarmi, sizlarning oilanglarmi shuning ichida. Qayrindishim, sizlar gerçi bu yerga keyin kelgan bo'lsanglarmi, bu yerning sizlarga bergan yer, osh, suv ne'matlari uchun zo'r bedel to'ldinglar. Shunga ularning oqqan qonlari, qurbon bo'lgan jonlari ajoyib zo'r sharafga ega. Ularni Sovet ittifoqi hukumati unutmaydi, xalq unutmaydi. Bir pas uyni jimjitlik qopladi. Mevlan Xo'jayev piyolaga choy quyib, Reyhanga sundi. Qani, choy iching. Hayat ekanmiz, amaliyatga, ishonchga to'lib yashaymiz. Hayotlikda xoplik bilan xo'shallik qamroq, baxtsizlik ichida baxt nuri ko'rinadi. Bu ishlarga sabr qiling. Dadingizning o'limi sharaflik, tarixda iz qolgan o'lim. Sizga yana bir narsa ko'rsatay, deb somkadan qizil kenishkini ilib sundi. Endi zodli yig'lamang. Bundaq sharafga naiti ozli kishi nail bo'la oladi. Men harbiy komitetning havolasi bilan Sovet ittifoqi hukumatiga vakolatan buni sizga topshiraman. Sizga sharaflar bo'lsin. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha cho'ng yig'ini ichiladi. Shu yig'inda sahnaga chiqib, ko'pchilik oldida bu medal bilan kenishkini rasmiy topshirib olasiz, dedi-de Reyhanni otalarcha quchoqlab tasalli etdi. Reyhanның ko'nglimi taskin topdi. Dadısının bundaq sharafga ega bo'lgani uchun mag'rurlandi. Rost, dedi u pichirlab. Agar dadam bir pay o'qda o'lib ketgan bo'lsa, qaysi o'rakda yoki bino ostida qolgan bo'ladi. U degan bilan o'zining issiq qini bilan bu sharafga erishibdi. Dadam yaxshi yaxshi dada, yaxshi inqilobchi. Mevlan Xo'jayev Reyhanның chiroyiga qarab, uning qoyil bo'lganligini,
Dadası üçün pəxirlənganligini düşəndi də, "Qızım, əmdi ikkinchi xəbərini aytaymı?" dedi hayajonliq ilkidi. "Bu xush xəbərmi yoki?" "İnsan üçün hayotliq eng afzal. Qızım, buni xush xəbər deyishga bo'ladi. Eringiz oldingi sapda 1 yil urushga qatnashibdi. Arxivda ig'ir yardar bo'lib yurtiga qaytarildi deb yozilibdi." Rayhon hang-tang qoldi. Agar yurtiga qaytarilgan bo'lsa, nemishqa uyga qaytmaydi? Uning fikri chechilib, chiroyi tatirib ketdi. Mavlon Xo'jayev so'mkidan bir parcha suratni ilib Rayhonga berdi-da, "Mushu yigit shumi?" deb so'radi. Rayhon suratga qaradi. O'ziga qoldirilgan, uni necha qitim bag'riga bosgan, kechalari uningga qarab yig'lagan, bag'riga tingib so'ygan surat dal mushu suratdan edi. "Naq o'zi?" dedi u, gapning oxirini tashnoliq bilan kutib, ko'ziga to'layotgan yoshni darhol surtib etib. "Xo'sh", dedi Mavlon Xo'jayev. "Men ankitni ko'rdim. Bu yigit sizning yo'ldoshingiz Anjonga qaytarilibdi." "Nima? Anjonga?" "Qizim, bu degan urush, uning ustiga sizlar nihoyat qizg'inlik bilan tanishib, to'y qilib, bir necha kun birga yashapsizlar. Uning tegi taktini bilmaysiz. Hozir yeshilmagan sirlar bor. Meningcha, uning hayot qolganining o'zila xo'shallik ish. Bizda tog' bilan tog' uchrashmaydi, odam hayot bo'lsa bir kun uchrashidi degan maqol bor. Biz bugun uning hayot ekanligini bildik. Bu bir xo'shallik. Qoldi ishlar bir-birlab hal bo'lib ketadi. Qandoq dedim?" Rayhonning teni jut shivirxonda qolgan yaproqdek titrab ketdi. Orqadan mengisi portlab ketadigandek chinqilib, esini yo'qotgan odamdek joyida lassida o'tirib qoldi. Er-ayol ikkilan uni yo'lab turg'izib, karvatga yotqizdi-da, doktor chaqirdi. Doktor uni tekshirib ko'rib, "Uningga bir ish bek qattiq ta'sir qilibdi. Yaxshi dam olsin", deb dori berib chiqib ketdi. Oqshimi Maydil xonim eriga, "Urush maydonidan xato xabarlarmi keladi ekan? Rayhonning dadisi hayot bo'lib qolamdi texi", dedi bir oz umid bilan. "Xonim", dedi Mavlon Xo'jayev tamkinlik bilan. "Gohi xabarlar yolg'on bo'lib qilishi mumkin. Bir muncha kishilarni qurbon bo'ldi deb qora xat kelib, keyin u kishilar yurtiga salomat kelgan ishlarmi bor. Yana biri gohilar qattiq yardar bo'lib, ho'shini uqmay necha yillab yetib qoladigan ishlarmi bo'lib qelishi, gohilarning ism familiyasi olmishib qolgan ahvollarmi bo'lishi mumkin. Urushning dahshatidan bir qism jangchilarning nervisi buzilib, o'zining kimligini, ismini bilmay qoladi ekan. Moskvadagi doktorxona, sanatoriyalarda kasallar ko'p. Gohi urush saflarida yordar bo'lib, yiroq yezlarda hushsiz qolganlarni xalq uyiga akirib beqib, saqaytadigan ishlarmi bor. Menmi hozirgi javobning yolg'on bo'lishini orzu qilaman. Biroq Hasanjonning pakiti ravob ekan. Lekin bunimi to'liq pakit degili bo'lmaydi-ku. Shunda xonim, yana necha yilgacha nurg'un sirlar yeshiladi texi. Xudoyim osonlik bersin. Ikkilan xeyli bir vaqtcha so'zishib, uxlab qolishdi. Aziz qarindishim, roman anglab bu yerga kelganingizda romanning birinchi qismi ansiz yillarni o'qib bo'ldim. O'tganda, ya'ni oltishimizning 3-bo'limida o'qilgan mazmunni qisqacha xulosalab bergan edim. Bu bo'limdami davomini qisqacha so'zlab beray. Hasanjon urushdan qaytib kelib, ayol oyimning beshiga kelgan kulfatlardan xabar tepib, qattiq azoblanadi. Kolxoz raisi Babajondan intiqom olmoqchi bo'ladi, lekin qo'lini qon qilishga vijdoni yo'l qo'ymaydi. U urushda o'lib ketayotgan jangchilarni o'ylab, ham boshqalarning to'sishi bilan paylidan yonadi va yana oldingi safga jangga ketadi. Endi Rayhon kelsak, u yo'ldosh Abdurahmon jangga ketib, bir oydan keyin o'zining homildor bo'lib qolganligini biladi va bir qiz farzandlik bo'lib, Zulfiya deb ism qo'ydi.
u apsi Rayhan tugab ketib, dadisi Hasanjon jangga qaytib ketib, kolxozda ega chaqisiz qoladi. Kolxoz raisi Babajon uni kolxozning kotib qilish bonisi bilan yeniga elib kelib oladi va yomon niyatda bo'lishga boshlaydi. Ammo Rayhanning oyim uchun intiqom elish niyati nihoyat kuchli bo'lib, uni qiltaq tushirishni planlaydi. U Babajon bilan ayrim ko'rishmoqchi bo'lib daryo bo'yiga keladi. Aroq ichib mast bo'lgan Babajon daryodan suv ichish uchun engishganda daryoga tushib ketib o'ladi. Rayhan yo'ldoshi Abdurahmonning izderikini ololmay azoblanadi. Yakka yegani qolgan Rayhan Sirdaryo bo'yidagi kolxozdan Toshkentga kelib, bu yerda naboychilik bilan tirikchilik qilayotgan tog'asi Mahmud Qariyni topadi va uning yordamida Uyg'ur yez igilik olimi Mavlon Xo'jayevning oilasida turib qoladi. Mavlon Xo'jayevning xonimi Mahidil kichik Zulfiyaga rus tili o'rgatadi. Mahmud Qari Mavlon Xo'jayev va atrofidagi kishilarga Taklimakan bag'rining ahvoli, madaniyati haqida so'zlab berdi. U yerdagi kishilarning qalbida ona vatanga bo'lgan cho'nqur seg'inish, intilish tuyg'ularini uyg'otadi. Mavlon Xo'jayevning yordami bilan Rayhan dadisi Hasanjonning urushda vafot bo'lganligi, hayot vaqtida 2-darajalik xizmat ko'rsatib, angi ilinib taqdirlanganligini, yo'ldosh Abdurahmonning yurtiga qaytib ketganligidan xabardor bo'ldi. Xo'sh, Mahmud Qarining hayot yo'lida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Rayhan yo'ldoshi Abdurahmon bilan jang bo'la olamdi. Ular qizi Zulfiya qanday qismatlarga uchraydi? Aziz qarindishim, bu savollarga keyingi qismlardan javob toparsiz. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Allohga omonat.